هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الدرس الثالث والعشرون 23 ders. Birinchi jildning oxirgi darsi. Suhbat bilan boshlanyapti. Al-mudarrisu o'qituvchi so'rayapti. Man anta ya akhi? Ey birodarim yoki ey ukam, sen kimsan? Ahmadu, Ahmad javob beryapti. Demakki bu Ahmaddir. Ana talibun jadidun. Men yangi o'quvchiman. Al-mudarrisu o'qituvchi so'rayapti. Masmuka, sening isming nima? Ahmad javob beryapti. Ismi Ahmadu. Ismim, otim Ahmaddir. Yuqorida darslarda kelgan butun qonunlarni tatbiq qilinglar. Mubtado xabarlar masalasi, sifat bilan mavsuf masalasi, mana talibun mavsuf bo'lyapti, jadidun sifat va ular o'rtasidagi munosabat, bir xillik. Zamirlar ana, ismukadagi ka. Keyin g'oyrimunsarif masalasi, mana sarflanmaslik. Ismi Ahmadu dedi, Ahmadun demadi. Al-mudarris o'qituvchi so'rayapti. Min ayna anta? Sen qayerdansan? Ahmadu, Ahmad javob beryapti. Ana min Pakistana. Men Pokistondanman. Mana Pakistana g'oyrimunsarif bo'lganligi uchun min kelganda kasra kelmadi. Bo'lsa min harfi jar bilasizlar, Pakistani bo'lish kerak edi. Ammo Pakistan yuqorida darslarda aytildi, g'oyrimunsarifdir, kasrani va tanvinni qabul qilmaydi. Endi yana bir narsa o'tdi. Min ayna anta. Qara min harfi jar aynaga keldi, aynani nasb qilmadi. Ayna ham g'oyrimunsarifmi? Yo'q, u mabni u. O'zgarmaydigan. G'oyrimunsarif zammani qabul qiladi, fathani qabul qiladi. Lekin mabni esa faqatgina bitta harfga qurilgan bo'ladi. Bitta harakatga qurilgan bo'ladi. Mana aynaga o'xshab. Hech qachon aynu bo'lmaydi. Bu fathaga mabnidir. Mana mabnilar ham harfi jarlarni kelishligi, omillarni kelishligi bilan o'zgarmaydi. Eslaringizda qolsin. Al-mudarrisu o'qituvchi aytayapti. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Menda, ya'ni oldimda 7 ta daftarlar bor. Ular kimniki? Qarang, sab'atu dafatira. Adadlar ma'dud qonunlarni eslanglar. Dafatirning mufradi daftar edi, muzakkar. Shuning uchun sab'atu bo'lib muannas t'si kelyapti. 3 dan 10 gacha bo'lgan adadning ma'dudi jam bo'ladi. Shuning uchun dafatir bo'lyapti. Va 3 dan 10 gacha bo'lgan adadning ma'dudi majrur bo'lar edi. Bu ham majrur bo'lish kerak edi, ammo bo'lmadi. Dafatiri bo'lish kerak edi, lekin bo'lmadi. Nima uchun? G'oyrimunsarif. G'oyrimunsarif bo'lganligi uchun. Chunki jamul jam bo'lyapti, jamlarning jami bo'lyapti. Liman hiya, dafatir mana muannas bo'lganligi uchun aqlsiz narsalar daftar birligida muzakkar edi, ko'plikka aylangandan keyin muannasga aylanib qoladi. Liman hiya, qarang, ular kimniki deyapti. Liman huwa demayapti. Hiya deyapti. Muannas zamir kelyapti. Abbasun, Abbos aytayaptiki, hati ya ustazu, hazali, ey ustoz, bering, hati, bering degani. Hazali bu meniki.
Endi haza muzakkar. Chunki bitta daftarga ishorat qilyapti. Bittasi meniki degan ma'noda. Va haza li Muhammadin. Va bu Muhammadnikidir. Yana bitta daftar Muhammadniki. Qarang, li Muhammadin deyapsiz. Tanvin kelyapti, kasra kelyapti. Chunki munsarif bu. Va haza li Hamidin. Va bu Hamidnikidir. Hamidan mana tanvin kelyapti, munsarifdir. Va haza li Ibrohima. Va bu Ibrohimnikidir. Li Muhammadin, li Hamidin bo'lib turib, li Ibrohima bo'ldi. Qaranglar. Farqli bo'lyapti. Nimaga? G'oyri munsarif. Va haza li Usmana. Va bu Usmonniki. Qarang, Usmana bo'lyapti. Nimaga? G'oyri munsarif. Va haza li Yusufa. Mana fatha kelyapti, kasra kelmayapti. Nimaga? G'oyri munsarif. Va haza li Talhata. Va bu Talhaniki. Mana bunga ham fatha kelyapti, kasra kelmayapti. Nimaga? G'oyri munsarif. Demakki, g'oyri munsarif bo'lgan kalimalar marfu bo'ladigan vaqtlarda, holatlarda zamma bilan bo'ladi. Agar shunday mufrat kalimalar bo'lsa, ya'ni zamma bilan bo'ladi va fatha va kasra yerlarida, ya'ni nasb jar yerlarida fatha bilan bo'ladi. Ra'aytu Talhata deysiz, bu mansub holati va haza li Talhata deyapsiz. Majrur holatida ham fatha bilan bo'lyapti. Bu masalalarda nahv kitoblarida ham o'qigansizlar. Mana 7 kishiga taqsim bo'ldi, qarang. Daftar 7 deydi, 7 kishiga taqsim bo'ldimi? Bittadan. Shuning uchun haza bo'lyapti. Muzakkar bo'lyapti. Agar tasniya bo'lsa, hazani bo'lardi. Jam bo'lgandan keyin hazihi bo'lib qoladi. Al-mudarrisu o'qituvchi so'rayapti. Ahaza kitabuka ya Muhammadu? Ey Muhammad, bu sening kitobingmi? Muhammad la, Muhammad aytayapti-ki, yo'q. Haza kitabu Hamzata. Bu Hamzaning kitobidir. Mana kitabu muzof, Hamzata muzofin ilayhi. Yuqorida darslarda aytiladi, muzof ilayhi majrur bo'lish kerak, kasrali bo'lish kerak, lekin bo'lmadi. Nimaga? Chunki Hamza g'oyri munsarifdir. Al-mudarrisu, mudarris so'rayapti. Ayna Aliyun ya ikhwanu? Ey birodarlar, Ali qayerda? Hamidun, Hamid javob beryapti. Zahaba ila riyadi. Riyozga ketdi. Mana ar-riyod munsarif bo'lgani uchun kasra kelyapti. Ila harfi jardir. Mudarris so'rayapti, al-mudarris va ayna Yaqubu? Va Yaqub qayerda? Hamid javob beryapti. Zahaba ila Makkata. Makkaga ketdi. Qarang, ila riyadi. Ar-riyodga ila kirganda kasra qildi, lekin ila Makkaga kirganda kasra qilmadi. Balki fathaligicha fatha bo'lib qolyapti. Yuqorida aytganimizdek, chunki Makka g'oyri munsarifdir. G'oyri munsarif mansubda ham, majrurda ham fathali bo'ladi. Kasra kelmaydi. Va zahaba fe'liga diqqat qilaman. Zahaba mufratga dalolat qilyapti. Keyin Makka bilan Riyoz, qarang, ikkalasi ham shaharda ismi, lekin Riyoz nimaga munsarif bo'lyapti? Alif lam kelganligi uchun. Alif lami bo'lmaganda edi, u ham g'oyri munsarif bo'lardi. Alif lam g'oyri munsarifga kirsa munsarif qilib qo'yadi. Shu qonun ham eslaringizda qolsin. Nahv kitoblarida o'qiysizlar. Al-mudarrisu o'qituvchi aytayapti. Ayna Ishaqu? Ishaq qayerda? Muhammadun, Muhammad javob beryapti. Xaraja ilal mudiri. Mudirga chiqdi. Ya'ni mudirning oldiga chiqib ketdi. Al-mudarrisu mata xaraja? Qachon chiqdi deb so'radi o'qituvchi. Muhammadun, Muhammad aytayapti. Xaraja qabla 5 daqiqa. 5 daqiqa oldin, 5 minut oldin chiqdi deyapti. 50 nimaga kasrali bo'lyapti? Qablaga muzofin ilayhi bo'lgani uchun. Qabla muzof bo'ldi, 50 muzofin ilayhi. Daqiqa esa bu 50 ga ma'dud.
Xamsati bo'lmadi, te kelmadi. Nimaga? Chunki daqoiqning mufradi daqiqatun bo'ladi. T bor, muannas. Shuning uchun xamsi bo'ldi. Bunga te kelmadi. Daqoiqa nimaga fatha kelyapti, kasra kelmayapti? Chunki g'oyri munsarifdir. Jamdir. Jamul jamdir. Tamarinu mashqlar. Ta'ammal al-amsilatal atiyata, kelgusi misollarni tafakkur qilgin deyapti. Muhammadun, qarang, marfu holati. Min Muhammadin, min harfi jar, shuning uchun kasra qilyapman. Va tanvin kelyapti. Ila Muhammadin, Muhammadga. Min Muhammadin, Muhammaddan degani. Li Muhammadin, Muhammad uchun. Kitabu Muhammadin, Muhammadning kitobi. Mana qarang, bir kalimani majrur bo'lishligi uchun unga yo harfi jar kelish kerak yoki muzof kelish kerak. Nahvu kitoblarida ham shunda o'qigansizlar. Kalimalarni jar qiladigan omil ikki xil bo'ladi. Yo harfi jar bo'ladi yoki muzof bo'ladi. Muzof kelgandan keyin muzof ilayhi albatta majrur bo'ladi. Keyingisi Zaynabu. Qarang, Zaynabun demadi. Chunki Zaynabu ayol kishining ismidir, g'oyri munsarifdir. Min Zaynaba. Qarang, min Zaynabi bo'lmadi. Min Zaynaba bo'lyapti. Chunki g'oyri munsarif kasrani qabul qilmaydi. Min harfi jar kelyapti, lekin Zaynaba fathali bo'lyapti. Ila Zaynaba, Zaynabga. Mana ila harfi jar, lekin jar qilmadi, ya'ni kasra qilmadi. Li Zaynaba, Zaynab uchun. Kitabu Zaynaba, Zaynabning kitobi. Yuqorida Muhammad kalimasi o'zgardi, lekin Zaynab kalimasi kasrani qabul qilmayapti. G'oyri munsarif bo'lgani uchun. Demakki, g'oyri munsarif harfi jar kelsa ham kasrani qabul qilmaydi va muzof kelsa ham kasrani qabul qilmaydi. Lekin ikkita yo'li bor, unda qabul qiladi. Alif lam kelsa ar-riyodiga o'xshab yoki g'oyri munsarif muzof bo'lsa, ya'ni birorta muzof ilayhiga muzof bo'lsa-da, muzof ilayhi bo'lsa emas, muzof bo'lsa, keyin oldidan jar qiladigan bir omil kelsa, shunda ham munsarif bo'lib ketadi. Ikkinchi mashq iqro va kitub, o'qi va yozgin. Sizlar o'qiysizlar, harakatini chiqarib va misol nima uchun kelyapti, shuni ham izohlab o'tasizlar. Masalan, hazal kitabu li Muhammadin va zalika li Zaynaba. Bu kitob Muhammadnikidir va o'sha Zaynabnikidir. Bu misolda kelishdan maqsad Muhammad bilan Zaynab degan kalimalar uchun kelyapti. Muhammadin munsarif bo'lganligi uchun mana tanvin va kasra kelyapti. Zaynab g'oyri munsarif bo'lganligi uchun tanvin kelmayapti va kasra ham kelmayapti. Balki fathali bo'lyapti. Ayni shaklda izohlab o'qiysizlar. Umar o'qingchi, ovozni baland qilib. Zahaba Xolidun ila Ahmada. Xolid Ahmadga ketdi. Yana Ahmadning oldiga. Izohlanchi hozirgidek. Xolidun munsarif bo'lganligi uchun tanvinni qabul qildi va Ahmadu munsarif g'oyri munsarif bo'lganligi uchun tanvin kasrani qabul qilmay fatha bo'ldi. Jam'i qilganda. Bilal. Zahaba abi ila Makkah va zahaba ammi ila Jiddah. Otam Makkaga ketdi va amakim Jiddaga ketdi. Jiddaga ketdi. Misol nima uchun keldi, izohlanchi? Bu misol o'sha Makka va Jidda bo'lgani uchun keldi. O'sha ikkalasi uchun keldi. Eda ikkalasi ham g'oyri munsarif bo'lgani uchun kasra va tanvin qabul qilmadi. Hasanboy nasib bo'lyapti. Hasanboy. Uxtu Marwana marizatun. Marvanning singlisi kasaldir. Izohlanchi. Bu yerda shu Marwana g'ayr musarrif bo'lgani uchun mana kasrani qabul qilmadi. Fatha. Kasrani qabul qilmadi, tanvinni qabul qilmadi. Ayna zawju Xodijata. Xodijata. Xodijaning eri qayerda? Huwa fi Londona.
u Londondadir. Hodishata bu yerda g'ayrimunsarif bo'lyapti. Ta'minni ham qabul qilmadi. Va kasrani ham qabul qilmadi. Kasra nimaga kelyapti bu yerda? Chunki g'ayrimunsarif bo'ladi. Fatha bo'lsa, kasra bo'lsa fath bo'ladi. Kasra nima qanday kelyapti bu yerga? Harfi jar yo'q-ku bu yerda. Muzof muzof. Muzof izofadan. Keyingisi? Yo'q, Usmonniki bitmadi-ku. Va London bu yerda g'ayrimunsarif bo'lyapti. G'ayrimunsarif bo'lish uchun bu yerda kasrani qabul qilmayapti. Umar o'qingchi. Sayyaratu Hamidin jadidatun va sayyaratu Ibrohima qadimatun. Hamidning mashinasi yangidir va Ibrohimning mashinasi eskidir. Bu yerda Hamid muzof munsarif bo'lganligi uchun tanvinni qabul qilyapti va Ibrohim esa g'ayrimunsarif bo'lganligi uchun tanvinni qabul qilmay, kasrani qabul qilmay, muzof ilay bo'lganligi uchun fatha qabul qilyapti. G'ayrimunsarif bo'lganligi uchun. Baytu Xolidin kabirun va baytu Usamata saghirun. Xolidning uyi kattadir va Usomaning uyi kichkinadir. Bu misol Xolid va Usoma uchun kelyapti. Xolid munsarif bo'lganligi uchun tanvinni qabul qilyapti. Muzof ilayhi bo'lib kasrali bo'lyapti. Va Usoma esa g'ayrimunsarif bo'lganligi uchun tanvin va kasrani qabul qilmayapti. Va nasb bo'lyapti. Yaxshi. Hasanboy. Ayna zahaba abuki ya Layla. Ey Layla, otang qayerga ketdi? Zahaba ilal Bag'dada. Bag'dodga ketdi. Bu yerda shu Bag'doda g'ayrimunsarif bo'lgani uchun fatha bo'lyapti. Boshqa yo'qmi? Layla bor-ku. Ayol kishi ismi. Bu yerda Layla. Usmon. Fi İstanbul'a masajidu kasiratun. İstanbulda masjidlar ko'pdir. İstanbul'a beri g'ayrimunsarif bo'lyapti, shuning uchun fathani qabul qilyapti. Masajid ham g'ayrimunsarif bo'lyapti, shuning uchun dommani qabul qilyapti. Umar siz o'qib tushuntiring. Indi khamsatu mafatiha. Mening 5 ta kalitim bor. Bu yerda adad mavjud bo'lyapti. Adadning mavjudi nima bo'lganligi uchun, g'ayrimunsarif bo'lganligi uchun kasrani qabul qilmay, tanvinni qabul qilmay, fatha bo'lyapti. Keyingisi. Al-Ka'batu fi Makkah. Ka'ba Makkadadir. Bu yerda Makka g'ayrimunsarif bo'lganligi uchun kasrani qabul qilyapti, nasb bo'lyapti. Chunki fi kelyapti harfi jar. Aslida majbur bo'lish kerak. Hasanboy. Fi hada shari'i thalathatu masajida. Bu ko'chada 3 ta masjidlar bor. Bu yerda ham adad mavjud bo'lyapti. Shu salasatuning mavjudi g'ayrimunsarif bo'lgani uchun kasrani tanvinni qabul qilmadi. Fatha. Hazır tabibu ismuhu William. Bu tabibning ismi Williamdir. Va huwa min London. Bu Londondandir. Va zalika ismuhu Louis. Uning ismi o'sha uning ismi Louisdir. Va huwa min Paris. Paris. Va u Parijdandir. Bu yerda Qaysi kalimalar g'ayrimunsarif? bu yerda London g'ayrimunsarif bo'lyapti. Boshqa? Bu yerda Paris. Boshqa? Williamchi? William g'ayrimunsarif. U ham g'ayrimunsarif. 3 ta bo'ldi-ku.
Luis bilan g'oyir munsarif. nechta bo'ldi? Umar o'qingchi. Shuni Hmm. sayyarati launaha ahdoru. Mashinamning rangi nimadir? Yashildir. Ha. Izohlangchi. Dedi ahdoru g'oyir munsarif bo'lyapti. G'oyir musarrif. Ha. Indi qalamun ahmaru. Menda qizil qalam bor. Bu yerda ahmaru g'oyir munsarif bo'lyapti. Keyin Qalamu ahmaru maxsus sifat bo'lyapti. ha. Hasanboy. Baytul Haromu fi Makkah. Baytul Harom Makkadadir. Bu yerda shu Makkada g'ayrimusarrif bo'lyapti. Kasrani qabul qilmadi, tanvinni qabul, kasrani qabul qilmadi javob. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Ahmad Muhammadga ketdi. Bu yerda Ahmadu g'oyir munsarif bo'lyapti. Muhammadin g'oyir munsarif bo'lyapti. Tanvinni qabul qiladi. Umar o'qingchi. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Muhammad Ahmadga ketdi. Bu yerda Ahmad g'oyir munsarif bo'lyapti. G'oyir munsarif bo'lganligi uchun kasrani qabul qilmadi. Ha. Muhammadun nimaga Muhammadun bo'lyapti? G'oyir munsarif bo'lganligi uchun. Nima? G'oyir munsarif bo'lganligi uchun. G'oyir musarrif. Yo'q munsarif. Ha. Nimaga Muhammadan Muhammadin bo'lmadi? Muhammadun bo'ldi. Zahabani foyda. Ha. A anta min Makkata? Sen Makkadanmisan? La, ana min at-Taifi. Nimaga toifi? Alifdan bo'lgani uchun. Alifdan bo'lganligi uchun. Sen Makkadanmisan? Yo'q, men Toifdanman. Bu yerda bu misol Makka va Toif uchun kelyapti. Bu yerda Makka g'oyrimusarrif bo'lganligi uchun nasb qilyapti, nasb bo'lyapti. Kasra va tanvinni qabul qilyapti. Aslida majbur bo'lish kerak edi. Toif esa bunga bu ham aslida toifa bo'lib nasb bo'lishlik kerak edi. Alif lam kirganligi uchun kasrani qabul qilyapti. Uxtu Fatimata talibatun. Fatimaning singlisi talabadir. Bu yerda Fatimata g'ayrimusarrif bo'lib fatha bo'ldi. Muzofinlik kasrani qabul qildi. Yaxshi. 3-mashq iqro al-kalimatil atiyata. Kelgusi kalimalarni o'qi, vaktubha ma'a dabti awakhiriha. Oxirlarni zabt qilishlik bilan yoz. Ya'ni harakatlarni aniqlashtirib yoz deyapti. Usmon o'qingchi. Aminatu Ha, yana o'qing. min Aminata li Ahmada. Ahmadu Usmanu min Pakistana. Pakistanu li Khadijata Londonu ila Baghdada. İstanbul'a İstanbul'u Ha. Makkatu Ha. fi Makkata Cuddata İyi. Cuddatu. Tamam. Umar o'qingchi. Masajidu fi madarisa Yaqubu li Ishaqa Muawiyatu min Muawiyata li Aishatu Muhammadun Khalidun min Abbasin Nu'manu Hamidun. Ha, yaxshi. Allah razı olsun. 4-mashq uktub al-a'dada min salasin ila 10. 3dan boshlab 10gacha adadlarni yozgin. Waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan laha. Va kelgusi kalimalarda har bittasini o'sha adadlarga ma'dud qilgin. Bilal o'qingchi. Thalathatu masajida, arba'atu masajida, khamsatu masajida, 6 masajida, 7 masajida, 8 masajida,
تسعة مساجد 10 مساجد. Hasanboy. 3 فنادق 4 فنادق 5 فنادق 6 فنادق 7 فنادق 8 فنادق 9 فنادق 10 فنادق. 3 منازل 4 منازل 5 منازل 6 منازل 7 منازل 8 منازل 9 منازل 10 منازل. 3 مفاتيح 4 مفاتيح 5 مفاتيح 6 مفاتيح 7 مفاتيح 8 مفاتيح 9 مفاتيح 10 مفاتيح. 3 أصدقاء 4 أصدقاء 5 أصدقاء 6 أصدقاء 7 أصدقاء 8 أصدقاء 9 أصدقاء 10 أصدقاء. 3 زملاء 4 زملاء 5 زملاء 6 زملاء 7 زملاء 8 زملاء 9 زملاء 10 زملاء. 3 كراسي 4 كراسي 5 كراسي 6 كراسي 7 كراسي 8 كراسي 9 كراسي 10 كراسي. 3 مدارس 4 مدارس 5 مدارس 6 مدارس 7 مدارس 8 مدارس 9 مدارس 10 مدارس. Keyingisi? 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق 8 دقائق 9 دقائق 10 دقائق. Barakalloh, Alloh rozi bo'lsin. Mana kitob bitdi, endi fahras kelyapti oxirgi sahifada. O'tgan darslarning tartibi. Alloh subhanahu va taolo bu kitobni va ilmni sizlarga foydali qilsin. O'zlaringiz hayotlaringizda ham, ummat hayotida ham bir barakatli qilsin. Dinga katta xizmatlar qilishlaringizni Alloh taolo muyassar qilsin. Bundan keyingi kitoblar, ilmlarni ham o'zlashtirishlaringizni Alloh taolo barakatli qilsin. Yaxshi, alhamdulillah. Yaxshilab tayyorlar inshaalloh. نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى